ajoyib mehribon xizmatga turgan onaman. Sen uchun men ay bolam har yerda yurgan onaman. Och suvsiz qolmagin deb uyqudan kechdim mudom. To tong otguncha seni yoningda turgan onaman. سلام وقت همه بیننده های برنامه مهمان بخیر. من مصطفی دورمن هستم. خوشحال هستم که یک هفته تازه را با شما شروع میکنم با یک مهمان جدید. مهمان ما شاعر خوش استعداد و توانمند که با الهام درونی خودش به سبک شعر شاعری و دست نوشته ها دست یافته است. سلام علیکم استاد بزرگوار. علیکم السلام. yaxshimi بخیر باشین. بخیر. شکر الحمدلله استاد جان. o'zingiz yaxshimisiz? Tinchlikmi? Xushmandki mana shunday bizlarda lozim ko'rdinglar, barnomalaringizga da'vat qildinglar, mana shu yerga ko'p xushmand. Salomat bo'ling ustad buzurgor. Siz bilan suhbat qilaman. Salomat bo'ling. Ko'ruvchilarga biz ustadjon sizni bir tanishmiz va ko'ruvchilar siz bilan bir tanish bo'lsin. O'zingizni ko'ruvchilarga bir tanishtiring. Otim Hidoyatullo Naimi, Surxay qishlog'iga 1372-yil Surxay qishlog'iga tavallud bo'lganman. Xo'p. Juda xursand bo'ldik ustadjon. Sizni yashayotgan joyi Surxay qishlog'i dedingizmi? Qancha yil bo'ra yashadingiz yoki kichiklikdan bo'ra edingizmi? Birinchi biz sizni tirikchiligingizdan bir qartay so'raylik. Surxay qishlog'iga dunyoga kelibman. Fe'lan ham Surxay qishlog'iga yashayman. Albatta maktab ibtidoisini Qirog'i maktabiga ibtidoiyani o'rga o'qiganman. To sinf 4gacha. Salomat bo'ling. 6-sinfdan shuru qilganman. Lisa Ibn Yamin lisasiga Javzon viloyatiga to 12-sinfgacha o'rga o'qiganman. She'r yozasiz va she'r o'qiysizmi? Bunga bir ustodingiz ham bor edimi yoki o'zingiz iste'dodli zotingiz bilan bunga o'rnashdingizmi? To'g'risini aytsam, ustod boraga ustod yo'q. Ustoddan nima qilganim yo'qman. Otamda ham tabi she'rlari bor edi. Otam ham she'r yozadilar. Maqsad unda bir taba bo'lgani yo'q, chop bo'lgani yo'q. Shundoq kitoblarga, varaqlarga shundoq she'r yozadilar. Albatta bizlarga shundoq merosimi, undoq shoir ham emasmiz. Maqsad kamitim shundoq biron vaqt she'r yozasiz. She'r yozamiz. Juda yaxshi. Qaysi tillarga ustadjon siz she'r yozasiz? O'zbek tiliga va fors tiliga. Forscha tili bilan o'zbekcha tilga yozasiz. Ko'p juda yaxshi. Bu qanday bo'ldiki ustad siz masalan bu she'r yozishga va she'r o'qishga aloqa topdingiz? Bu nima bois bo'ldi? Qaysi zamon edi? Bunda bo'ldi 1373-yil ma'lum sifatiga muqarrar bo'ldim. Xo'p, maktaba Qirog'iga. Qirog'igami? O'rga sora shu nima bo'ldiki, zarur bo'ldiki, boyat o'rga she'r yozilsa, u bachalar, shogirdlar she'r o'qisa va tarona lozim bo'ldiki, shogirdlar boyat tarona o'qisa, nimalarga mahfillarga shu boraga sora shu menga bir aloqamanlik topildiki, o'zbek tiliga she'r yozsam va fors tiliga shogirdlarga tarona nima qilib sozlab berdim va she'rlar yozaydim, shogirdlar o'qiydigan shu bois bo'ldiki, bir aloqamanlik menga topildi. Ha, juda yaxshi. Ustod bo'lganingizga qaysi mazmunga ustod bo'ldingiz o'rga? Dayri edimi yo o'zbekcha tiliga edimi? Avval maktab ibtidoiya edi. Ibtidoiya. Usul sinfi, shu sinfi avval do, se, to, shashgacha bor edi. Ular dars beradi. Undan keyin maktab mutawassita bo'ldi. Sinf albatta 7-sinfdan to 9-sinfgacha mutawassita dedilar. Unga nima bo'ldi? Tadris qildi. Undan keyin har mazmuniga idora tarafidan berilsa, o'shani inshaalloh tadris qilaydi. O'zbeki ham bor edi, forsi va umumiy edi. Maşallah iste'dodingizga. Ya riyozi va fizik bu narsalardan uzoq edi. Xo'p, yo shu 3 mazmun ham o'zbekcha va dariy degan islomiy baxshlarga siz ya'ni dars bergan ekansiz. Juda yaxshi. Birinchi daf'a siz she'r yozdingiz o'zbekcha tilga edimi yo forscha tilga? O'zbek edi. O'zbek tilga edi. Uni bilmaymanki qiyroq bo'ldi. Mana bir ikki qitta she'r olib kelibman. Juda yaxshi. Toza nima bo'lgan. Birtasiniki Arabistonga borganimga, Makka sharifga bordim. O'rga shundoq menga bir ilhom nima bo'ldi.
bir she'r yozdim, uni sonra pasonroq albatta idoma barnomaga o'qiymiz baxay. Inshaalloh. Va ilhom daruniy sizni ichingizdan ilhom kelgan Makka sharifga borib shunda bo'ldi. Hajga borgan vaqtimda o'sha. Birinchi she'ringizni o'sha yerga o'qidingiz. Birinchi she'r o'sha. Juda yaxshi. Hali sizga yo'qmi birinchi she'r bor, o'sha she'rga bor. Xo'sh. Avvalgi birinchi she'rim yodimga yo'q. Xo'p, juda yaxshi. Biz agar musoid bo'lsangiz, she'ringizni bizga bir o'qing va bilindalar ham ko'rsin. Yaxshi. Sen habibi haq taolo yo Muhammad Mustafa ravzai pokingga keldim, dardima istab davo. O'ylasam g'arqi gunoh qildi mani nafsu havo. Qil shafaat bo'lmayin sharmandai ro'zi jazo. Zor yig'lab dargahingga kelmisham misli gado. Ul zamon ochdim ko'zim, din va shariat bor edi. Qilmadim yaxshi amal, jismimda quvvat bor edi. Yor do'stlarni unutdim, chunki qudrat bor edi. Kibrila so'zlar edim kim, shon va shavkat bor edi. Ketdi oxir barchasi bir zarra ham qilmay vafo. Lutf qildi Xoliqim, boshimni urdim Ka'baga. Barkabi bildim to'kilgaymish gunohlar tavbaga. Va o'shal soat ki do'stlar birla borsam ravzaga, yig'lasam boshimga to'froqlarni sochib baqiyaga. Tanglo mahsharda adoshkon chog'da bo'lgil rahnamo. Sharhi holimni bayon etsam malomat o'zginam. Ko'p gunohlarga sabab bo'lgan chiroyli ko'zginam. Tut qo'limni qo'ymasin do'zaxga oydek yuzginam. Koshki sizni qulog'ingizga etushsa so'zginam. Yo Muhammad, siz uchun bizdan rizo bo'lsin Xudo. Din va iymon va shariatdan itoat qilmadim. O'tdi umrim lahu birla ibodat qilmadim. Mol va dunyo bor edi, xayr va saxovat qilmadim. O'ltirib nafsimni bir soat malomat qilmadim. Siz uchun bizni kechirsin Maliki ardu samo. Oh tiriklikda o'limni bir dafa yod etmadim. Toat va tasbih bilan qabrimni obod etmadim. Sharri shaytondan o'zimni ersa ozod etmadim. Din uchun dunyoni bir soatda barbod etmadim. Bo'ldi zoyi vaqtlarim behuda kim g'o hasrato. Qilsam erdim men tiriklikda sadoqat koshki. Qudratim borlik zamonida adolat koshki. Din va iymon va shariatdan itoat koshki. O'tsa erdi barcha vaqtim bo ibodat koshki. Qolmagay erdim bu kun hayron bo'lib maydonaro. Mashallah. Juda yaxshi she'r edi va buni Makka sharifga yozganman o'zini. Juda yaxshi, ko'p she'r edi va bir qisqacha buni bilindalarga ochiqlasangiz bo'ladimi-ki, bu ko'proq buni qanday masalan sizga ilhom keladiki, buni yozsangiz va xushli olatganmi yoki jigarxuli olatganmi? She'r bundoqki odam o'ylaganman ham agar aytsa-ki men dafatan bir narsani borasiga bir she'r yozay tuzatay desa bo'lmaydi. U o'zi bir alohida bir narsaki, aynan shu. Biron vaqt shundoq ilhom keladi. Biri shundoq bir g'ussa kelgan vaqtga, biri ko'p shod bo'lsa yo bir manzarani ko'rsa, o'sha vaqt odamda yodga keladi, o'sha vaqt bir o'sha vaqt yozilsa degan bir şey. Yozilsa. Agar bu keyin qolsa, sonra bunday bo'ladiki, masalan notamom qiladi. Masalan 2 fard, 3 fard, 4 fard yoziladi. Sonra shunday qo'yiladi. Yana biron vaqt odam yodga kelsa, yana undan keyin sonra qolganini yana yozamiz sonra. Aynan. Kerakladiki she'r o'ltirdi bir joyga, ya'ni yozib ketadi bir boshdan. Shuncha osonlikni fikr qiladi. Va qiyinchiliklari qanday buni? Nima qiyinchiliklari bor-ki, masalan she'r yozishga nima qiyinchiliklarni ko'proq ko'rasiz? Osonligi agar shunday biron vaqt tabi she'r kelsa, o ilhom kelsa-ki oson. Masalan bir 2 fard yo 3 fardni yozib qo'yiladi. Degasi hech top bo'lmaydi, degasini qolganini top bo'lmaydi. Sonra xeyli vaqt darbar oladi degan. Xeyli zaman oladi-ki, top oladi. Biloxira sonra takmil bo'ladi. Takmil qilasiz bularni. Biron zaman ham bo'lgan, ustojon, siz she'r yozgan bo'lsangiz, biron she'r shu notakmil qolib ketgan bo'lsa, hozirgacha
Ya'ni shunda bo'ladi, yani odam she'r yozamiz, sonra bir mushkulot keladi, yo bir vaqt nima bo'ladi, yo bir ilhom kelmaydi, sonra o'sha takmil bo'lmay qoladi. Takmil bo'lmay qoladi. Ketadi biron qog'ozni ichiga. aynan shunday. Ko'pincha shoirlar nima deydilar? Shu ko'pincha she'rlar, masalan, she'r bir narsa emaski, birdan biza yozsak, o'ltirib fikr qilib yozsak, u o'sha zamoni kelganga bo'y yozilsa degan. Ona so'zi bir onani mehr muhabbati balasiga qancha ko'pdi, ana shunda bir ona yuragini dardini Aynan. aytgan, mana shu yerda chiqqan. Shunda bir nazm nima qilganman, agar nima bo'lsa undan so'rab. Salomat bo'ling. U ona deganda onajoniz she'r yozishga qarshilik qilgan yo'qmi, yo biron tashviq qilgan bo'lsa, yo qarshilik biron aks amal ko'rsatgan. Yo'q, yaxshi, nima qiladi? Biron she'r o'qib bergansizmi? She'rim o'qib berganman. O'sha ona so'zini. Ona so'zini. Nima degan sizga? Hatman degan bir ona har narsaga siz o'qisangiz, aytsangiz, uni qabul qiladi ona. Qabul qiladi. Faronalar voy yomon ham bo'lsa yaxshi deydi, xush bo'ladi. Ha, juda yaxshi. Biza bir she'ringizdan lutf qilib bizaga o'qisangiz. Bir ajoyib mehribon xizmatga turgan onaman. Sen uchun men ay bolam har yerda yurgan onaman. Och va suvsiz qolmagin deb uyqudan kechdim mudom. To tong otguncha seni yoningda turgan onaman. Kim quvonib tanglo xizmatgor edin bo'lg'oymu deb oq sutimni ko'p umidlar birla bergan onaman. To'yg'orib qarningni beshikka belab undan keyin qo'lima jorib olib o'y ham sipirgan onaman. O'tmasin g'aflat bela umring azizim sarvarim. Uyqu istab senga men uyqu itirgan onaman. Onajon suv deb baqirding sen qorong'u kechada. Uyqu istab senga uyqudan sakrab turib suvlar ichirgan onaman. Men o'zim ovqat yemoy hargiz o'zingdan ilgari har naborimni huzuringga ketirgan onaman. Jon bolamni dardiga dori olay deb o'rtanib qancha doktorxonalarga ham o'tirgan onaman. Ay bolam achchiq gapirma, tillaringdan o'rgilay. Sen uchun issiq sovuq demay yugurgan onaman. Qilma minnat menga bergan oshunoningni bukun. Senga oshunonni men chaynab edirgan onaman. Goh betoqat bo'lib sakrab turib noz uyqudan to'ymagandir sutga deb halvo pishirgan onaman. O'lganimdan so'ngra ham hargiz faromush etmagil. Haqqima doim duo qil deb buyurgan onaman. Kechalar toki tong otguncha balam otang bilan sarnavushting borasida ko'p gapirgan onaman. Katta bo'lgandan keyin achchiq bila urding meni. Qo'ymasin do'zaxga o'g'lim deb kechirgan onaman. Do'stlar oxir naimini yo'qotib oqtarib ko'chalarga zor yig'lab qidirgan onaman. Mashallah. Bu she'r Ustojon Gartakini jarhon qildi bizani. Onaiki bizaga qaragan, bizani buyutgan, ya'ni bu o'shana fardlarga bitilganki, ya'ni onaga ko'p azob beradi degan. Men o'zim shu she'rda nima qilganimcha bir ba'zi joylarga yig'ladim o'zim. Voqean shu voqeat shunday bo'lgan. Biroz qolganga yig'lamaganimizga. Shunday bo'ldi, ba'zi balalar onalarini ozor bergan, onalarini haqqini bilmagan, onani qadrini bilmagan, tanımagan. Xo'p, shunday onalarda azob berayotgan kishilar ham bor. Xudoning ularga ham tavfiq bersin. Men shunday nimaga shunday ko'zlarimdan yosh oqib yig'laganman. Aynan odam onani uzrasiga beehtiromli bo'lsa va haqsizlik bo'lsa chidolmaydi. Ona bir ajoyib narsaki, inson o'z ixtiyoriga emas, uni mehri, muhabbati. Aynan ona ham shunday o'g'ilga, o'g'il ham onaga bir nimasi shu ediki, meni urmagin dedi, meni achchiq bilan urding dedi, men seni kechiramanki toki sen do'zaxga qo'ling kuymaydi. O'shandoq ham ona kechiradi. Kechiradi. Ya'ni onani ursa ham ona uni kechiradi ki o'g'lim do'zaxga kuymasin. Onasini balani azobini ko'ra olmaydi. Ko'ra olmaydi do'zaxga. Bu she'r qanday bois bo'ldi ki, buni siz yozsangiz? Shundoq atrofga qaradim, shundoq ba'zi nimalar
shunday voqealarni ko'rdim. Eshitdim, shunday gaplarni eshitdim. Shu boraga solib onasi o'zi deb shu she'r yozdim. Yodimga kelib ketdi. Juda yaxshi. Bu she'rlaringizdan ustoz, ya'ni bir bizga bahs qilsangiz, qancha she'rlaringiz bo'ldi va istaysiz buni oyindaga chop bo'lsa yo bo'lmasa? She'rlarim bor edi. She'r unda bir o'zimni qo'limdan betafovutlik qildim, qissasi bo'lmadim. Har kitobga bitdim yo kitobchaga bitdim. O'shanda varaqlar qolib ketdi. Uni tezda ko'p kam degan shunda 5-6 parchada to'plab yig'ib bir kitobchaga yozib qo'ygan yo'q ekan, sizga hammasini bugunga chop qilsa edi. Juda yaxshi. Va bu she'rlarga siz yozgansizning hozirgacha chop majmualarga yo ro'znomalarga, mujallalarga chop bo'lganmi? Tilovat farangam ba'zi asarlarim chop bo'lgan. Hop bir ustoz Amir Ali Alisher degan bir ustoz bor. U ham bir necha she'rimda bir kitobga nima qilgan, chop qilgan. Biz ham bir xulofsizlik qilaylik degan ko'ruvchilardan qisqacha sizni she'rlaringizni eshitdik, sizni tirikchiligingizdan suhbatlashdik, ko'p xursand bo'ldik va minnatdorlik bildiramanki bizning da'vatimizni qabul qilib keldingiz. Men ham aziz do'stlardan nima minnatdorlik qilaman, agar ishtiboh va nima xato agar bizlardan bo'lsa. Inshaalloh siz ham bizga bir ajoyib da'vat qildiki, omadasiz edingiz. Ya'ni o'shingizdan juda yaxshi edi, ya'ni. Xo'p, بیننده عزیز، همراه استاد بزرگوار و همراه شما خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. ما هر هفته برنامه‌های مهمان را در استودیوی من داشته باشید و کسایی که میخوان اشتراک کنن و شماره‌ای که در دیسکریپشن گذاشته میشود هماهنگی با ادمین ما داشته باشند تا برنامه‌های بعد. خداوند یار و یاورتان باشد.